Soat 2'da ya. Adasi, Ho'p. bolalar uxlashdi, shirinlik yegim kelyapti. Shirinlik bo'lsa shirinlikda. Yana homiladormi deyman. Kech soat 2da shirinlik yegisi kelibdi. Uyda qorayib ketgan banan bo'lsa tashlab yuborishga shoshilmay yaxshilab ezib olamiz. Ustiga kokos va strujka solib, aralashtirib dumaloq shaklda listga taxlab chiqib, stakan orqasi bilan ezib alchaytirib olamiz va 160 gradusga duxovkaga 12 daqiqaga yuboramiz va tayyor bo'lgandan so'ng ustiga malina murabbosidan surib chiqamiz. Shokoladlarimizni eritib olib, ustiga quyib chiqib, muzlatgichga 1 soatga yuboramiz. Shirinligimiz muzlaguncha golubikalarimizni videoda ko'rsatilgandek taxlab chiqamiz. Yarim kechasi mahsulotlarni qayerdan oldi deb so'rasangiz, Korzinka Go ilovasidan buyurtma qildim. Korzinka Go ilovasi keng tanlovga ega bo'lib, muhimi bozordan arzon va eng qulayligi uyingizga istalgan vaqtda tezda yetkazib berishadi. Golubikalarimizni ham eritilgan shokoladga botirib chiqib, muzlatgichga 1 soatga qo'yib yuboramiz. Qarabsizki, ta'mi o'zgacha takrorlanmas shirinliklarimiz ham tayyor. Bu shirinliklar bilan ichishga o'zimni firmini choyimdan ham damladi va er-xotin yoshlikni eslab bolalar uxlaganda shirinliklarni yeb Telba filmini tomosha qildik. Ikkita yosh bola bilan Telba bo'lib qolmasligimiz uchun. Aytgancha yosh bolasi borlar, siz oxirgi marta er-xotin birga xotirjam qaysi filmni tomosha qildingiz?